Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun tushlikdan men ishimdan foydalanib ikki mazmunni qisqacha tanishtirib o'tay dedim. Birinchisi shu Google Translator'ni hammamiz bilamiz-ku. Shu Google Translator'dan foydalanib inglizchani qanday qilib uyg'urchaga tarjima qilish kerak. Bu mazmun. Ikkinchisi shu ChatGPT. ChatGPT to'g'riliq yana shu uyg'urcha tekstni İngilizcege tercüme qilish ne tanıştırib o'tdim. U yerda shu mazmunlarni qani boshlaylik. Endi hozir mana oldimda turgan mana bir kitap turdi. Bu fizikani tanishtirilgan kitap. Buning da ustida bir abzas bor ekan. Fizika degan nima degan. Men oldi bilan shuni rasm tortib oldim. Resim tatip edip, endiki bu resimni içip, endiki ma barmağımı eğer bastırgan bulsam, koydumlama ma nime çıkıdı. Bunu endim bunu men kopya kıvalalım. Kopya kıvalıp, endin ma o yeni telefonda. Telefon gelgenden kin, meyedin endiki ma o Google Translator dedi. Google Translator'dan İngilizcini Uygurca tercüme kıldım. Hoş, meğer çapıldım. Ben derhal aslında ma o Uygurcası meyedin çıkıdı bana. Meyedeki mavi üç çekit boğanlıktan selli başka nesler çekit kaptık yani kayıtıdın. Yani mavi nümüz çıktı yani bunu kopya kılıp endin bir mavi notepad. Telefonun özü bir notepad oldu. Şu yerden ben birine yeni bir betini içip endikin beni bir yere köçürme. Köçür kol qani mavi Google Translator tercüme qilgan nusxasi, Uyg'ur nusxasi. Men shuni bir qisqacha o'qib o'tay, yani qanchalik tercüme qildi qarab boqaylik. Fizika degan nima? Fizika Gretsiyaning fizika so'zidan kelgan bo'lib, tabiat ma'nosini bildirdi. Fizika tabiatning qanday harakat qiladiganligi to'g'risidagi sirlarni tadqiq qildi. Fizikaning maqsadi ishlarning qanday bo'ladiganligi to'g'risida so'ralg'ili bo'ladigan har bir savolni so'rash, ondan izlash. Bu savollarning javobi fizik doirasida aniq chek yo'q. U energiya va moddani va ularning qanday hamkorlashadiganligini tushuntirmoqchi. U butkul koinotdan tatib atomning en küçük parçalarıgacha bo'lgan tabiiy hodisalarni tadqiq qildi. Fizika uning bilan kishini maftun qilarlik nurg'un sirlarni ilib keldi. Endi bu tarjimasini o'qib chiqdik mana asosan to'g'ri chiqdi. Biroq endi bu yerda so'zlarning ravon bo'lishida, imlo qoidalarida taz degandek Uyg'urchaga tushmagan. Lekin bu tarjimasi asosan bo'ldi. Men shundaqdimi men buni ko'chirib endi buni o'ngshayman bu yerda. O'ngshab endin bu o'ngshab buni Uyg'ur texmi ravonlashtirib bir tekst qilib yozaman. Qani bu yerda vaqt isrof qilmaylik. Men oldin ola tayyorlab qo'yganman, ko'rdinglarmi? Men abayqi Abayqı tercüm qilgan tekstni tahrir qilib, mana buldum. Bunu bir yerda o'qib yurmayman. Endi shuning bilan mana birinchi mazmun tugdi degan so'z. Demak, ingliz tekstni shu Uyg'urchaga Google orqali bevosita tarjim qilgan bo'ldi. Lekin tarjim qilib bo'lgandan keyin yana biroz emgak singdirib uni o'ngshash to'g'ri keldi. Bu birinchi mazmun. Endi ikkinchi mazmunga kelgan nima deganda, ChatGPT orqali Uyg'urchani İngilizcege tercüme qilib boqaylik. Endi men nima uchun shu bevositali ChatGPT'ni ishlatib inglizchani Uyg'urchaga tercüme qildim deganning sababi, ChatGPT hozirda Uyg'urchani faz degandek bir taraf qila olmaydi, yaxshi tercüme qila olmaydi. Ammo Uyg'urchani inglizga tercüme qilganda yana xeyli yaxshi ekan. Shuni ko'rib boqaylik. Qani men ChatGPT kirdim, ama yana bosdim. Bu yerda bosgandan keyin bizga tanishtirgan ekran chiqdi. Yani bu yerda oldin ola greeting words deydi endi. Hello, hi, how are you degan so'zlarni qilmaydi. Men bevosita maqsadim nima shayga deyman. Mening maqsadim nima deganda men yozib olaylik yani.
Hemen maksadım şu Uygurca tekstini İngilizceye tercüm kıldırmakçı. Şunun için neye kılmanı dedim. Hem bir yerde sual sorap boğan değil, arkada sual belgesini koysanlar buldu, koymasanlar buldu. Çünkü ma ChatGPT hel akıllı bu sual sormak çok anlı bildi. Şuna mani bastım. Hem bir yerde karab durumuz bu hazır şu Uygur için hazır İngilizce tercüm kılattı. Hem de bu da ba'zidan ait chaqqonlik chiqadi, ba'zi sal osti chiqadi. Chunki bu tor dunyosining qatnashiga, qatnash ahvoliga bog'liq bo'ldi. Mana men so'zlayotganda tarjima qilishga boshladim. Mana what is physics deb boshladi. Physics come from the Greek word for nature deydi. And describe the study of motion and behavior of matter in the natural world. Mana müşahede mani men yazmadım cümleler şuna dikkat edin. Bu ne şu ChatGPT bevosita öz tercüm qiladi abay Uyg'ur için. Demek bu Uyg'ur için düşendi. Mana başlık bir qo'llarni o'qib qarab baqsam nayt ravan tercüm qiladi. Endin mushu tercüm qilingan mazmunmi inglizchada hamda standart deydi. Standarti nima bo'yicha chiqyapti. Nayt ravan yaxshi. Çünkü bu İngilizce degan ayeti nima keng tarqalgan yaxshi nima til bo'lgandan keyin cho'ng tillarning birisi bo'lgandan keyin buning da gap yo'q. Buni tarjima qildim mana. Qani bir. Endi buni xohlaydigan bo'lsak shu men tugagandan keyin men qanday qilay deganda shu tercüm kılınıp olan İngilizceni ben bunu başka tillarga tercüm kıla alamdı. Mesela Rusça bilen Türkçe tercüm bakalım kandak oldu. Şuma Türkçün şu vakti da bunun kabiliyetini biraz bilip alamayız. Ma ahirki cümlesi gelgen şeydi. Bu azda ahval qaraganda biraz kengaytib ketgan o'xshaydi. Aybaytda so'rgan savolda degandek aniq demagan o'xshayman. Chunki mening maqsadim Uyg'urcha tekstni u tarjim qilmagan buni nihoyatda kengaytib so'zlabdi. Chunki bu yerda men maqsadim toz degandek tushunmagan o'xshaydi bu yerda. Okay, man, bukan dikit, man paranglışım that's not what I want deyim de. Okay. Endi qarab baqayman. Mening maqsadim shu Uyg'urcha tekstni inglizchaga tarjima qil deb dastlab gapim toz degandek yaxshi tushunmagan o'xshaydi. Endi qarab baqaylik qanday qildim. Çünkü abay men inglizchani o'qib chiqqanligimda qarab baqsamchi, naq o'zini tarjima qilmasdan bu şu fizik degan nima to'g'riliq ma'lumotlarni izlab to'liq boshqacha javob beryapti. Shuning uchun meyada mani qarab baqaydi. Maningda hamda biroz ravonman. Boshqa gapni physics come from the Greek word for nature and describes the movement and behavior of the nature. Mani hamda yaxshi chiqaryapti menimcha. Mana so'zlarimni aytib ravon.
Ha, mao mana na aytdi mana ko'ringlarmi? Mao hamda abayqiniki demak mazmunni yaxshi tarjim qildi buni. Bu yer qaytadan o'qishmay. Hamda abay gap kelsam hamda mushuni men buni hamda mushu Türkçe bilan Rusçaga tarjim qilib boqay. Shu vaqtda qanday qilaman deganda, o'sha yerda mana savolni bevosita qo'y. Please translate the above text to Turkish. Türkçe tarjim qilib boqaylik. Fizik nedir? Fizik Yunanca doğa kelimesinden türetilmiş olan fizist teriminden gelir. Ama Türkçeni xeyli ravan yizvatıda. Mening Türkçeni azroq xabarim bor, yaxshi bilmasam. Lekin ma'nodan yaxshi tarjim qilayotganligini bilgani oldu bu yer. Bu tugida Türkçega tarjim qildi. Endi yana bir tarjim qildi. Please translate yuqorqi tekstni to Rusçaga tarjim qiladi dedim. Endi qarab boqaylar, men balkim ekran oldi o'tirgan qarindoshlar Rusçani obdan bildi, men Rusça qanday tarjim qildi, uni ko'rib boqaylik. Пожалуйста, deydi mana. Oy, 30 yıldan beri Rusça azroq o'qigan. Meyada bu ajıqlarını unutib ketibdi men buni meyada. Uyg'urcha so'zni aralashtirib qo'ydi asli endi. Demak, ma'ni bunimi yomon emas tarjim qildi deb o'ylayman, chunki ruscha, inglizcha, fransuzcha, yaponcha, hindicha, Türkçe bu tillarning hamsi cho'ng tillar qatori kirdi-ku. U cho'ng tillarningki ma'lumoti ko'p bo'lgandan keyin ChatGPT'ninki ma'lumot bankasida bularning ma'lumotlari jiq, shuning uchun bu tarjim qilishda ancha qiynalib ketmaydi. Mana ma'noni ko'rdik. Buningdan yana alayligini ko'rdikda, agar biz mana ikkinchi mushundaq ma'lum inglizchani uyg'urchaga tarjim qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, şu vasıta arqılı qilganimiz yaxshiroq deb qarayman-ku. Google Translate'dan hozircha. Endi u uyg'urchani agar inglizchaga tarjim qilgan bo'lsak, Google Translate'ni ishlasak ham bo'ldi, nima bu ChatGPT'ni ishlasak ham bo'laverdi. Endi oxirgi so'zim bu yerda nima demoqchiman deganda, shu qani ekran qaytib kelaylik. Ahırda şu narsani deb o'tay degandim, bu chat GPT deganchu amaliyotda chatbot deydigan narsa bor. Chatbotdan kelgan narsa bor. Faqat chatbot bilan, odatdagi chatbot bilan farq qilinadigan yer nima deganda, ma'noda oq ko'rinishlar AI, ya'ni sun'iy idrok şu nimalar, algoritmlar ishlab şu ma'lumotlarni bir taraf qildi. Bu chatbot deganimiz gerçi bu ChatGPT buldu 11. ayda bozorga selingan bo'lsa-mu, sınaq shaklida bozorga selingan bo'lsa-mu, chatbotning o'zi mavjud bo'lganiga 20 yilda bo'lib qoldi. Buningki nazariya asosida degan xeyli burunda chiqqan, bir 30 yilda bo'lib qoldi-ku, yani shundan burunda bo'lgan. 20 yillarning ichida mushta chatbotlar oqoqdan chiqishga boshladi. Hatto menmi shu chatbot to'g'riliq ishlash to'g'riliqmi bir proyektlar qatnashgan. Albatta uni to'biyada u to'g'riliq so'zlamayman. Demakchi o'g'inim shu mesela hozir bizdigan bildigan cho'ng shirkatlar bormi? Google deymiz, Microsoft deymiz. Lekin shu nima hatta Elon Musk shunga aralashayotdi, lekin shunga o'xshash yana toza ism kelmayapti, shundan nurg'un kompaniya. Hatta ba'zi bir Xitoylarning cho'ng kompaniyalari hozir o'z oldiga shu chatbot, ChatGPT bilan raqobat qilish uchun o'z oldiga shunday mahsulotlarni ishlayapti. Va ChatGPT hozircha sinoq derecede nurgun neslen, nurgun hatalıklar yani bah.
uni u tarjim qilgan narsani, u bergan javoblarning hammasi ne to'g'ri deb ketkin olmaydi. ChatGPT o'zininkidan shu savollarni so'rasanglar o'zdirmi deydi, xatoliklar yana mavjud deb. Lekin shundaqda o'zinglar ko'rib o'tdinglar, Müştaq mesela qısqa maqala yazış, resume yazış, andikin hatta şiir yazış, andikin kitap yazış, muşundaq nurgun TX analytics deydi bu hem de natural tıllarını, tabi tıllarını bir taraf qilish kelgan chaqda şu ChatGPT o'xshash mahsulotlar xili paylı taraflarını yaratıdı. Biz üçün elbette nəhayət paylıqçı bunun paylıq tərəfləri cıq. Lakin bu Uyğurçını hem de Uyğurçını bəzilər qopub ötkəndi bir qançı deydi Uyğurçını yaxşı tərcüm qılamaydı ki, manda desem tağdın sual sorsam bağdın cavab beriyatdı deydi. Onun səbəbi üçün işlətdiğin adamların azlığıdır. Yani bu ChatGPT'nin ki nima bunda o'tgan bir maqolani o'qib qolganda bularning ma'lumot bankasi da nurg'un tor dunyodagi ma'lumotlarni qila oladi, lekin nurg'un boshqa masalan Google'ninki, Facebook'ninki, Twitter'ninki bularning nimalariga kiramaydi ekan. Shuning uchun ularning endi Uyg'urchaga keladigan bo'lsak, Uyg'urchani Uyg'urlar asosan shu yerlarda ko'proq bo'ldi-ku, Facebook. Men shaxsan o'zim Facebookda chiqaroq bo'ldim. Twitterga kirmayman. Mushta ahvollar bo'lgandan keyin chatbotning ma'lumot bankasi biroz kichikroq Uyg'urcha kelgani uchun. Shuning uchun uni to'liqlash uchun bizdek adam shuni to'liq ishlasak bo'ldi. Ishlatib turgandan keyin bankasining nemesi ma'lumotlar ko'paydi, Uyg'urchaga oid ma'lumotlar. Shundan keyin bu chatbot va boshqa shunga o'xshash mahsulotlar keyin asta-asta yengil bo'ldi. Keyin bizga ko'p foydasi bo'ldi. Shuning uchun mening oxirgi so'zimda yana o'xshash gapim deyman. Bu bir yangidan chiqqan bir texnikalarning biri. Buni bizmi jazman o'rganishimiz kerak. Rahmat.